Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan lavash tayyorlaymiz. Buning uchun biz qaynatilgan go'shtimizni somoncha shaklida to'g'rab, tomat solib, yog'da yaxshilab qovurib olishdan boshlaymiz ishimizni. Qovurib, suv solib dimlab qo'yamiz. Lavashning katta kichikligiga qarab xamirini kesib olamiz. Men o'rtasidan keyin bo'ldim. Birinchi o'rinda mayonez, so'ng ketchup surib, hamma yog'iga chiroyli qilib olamiz. Boyagi qaynatilgan go'shtimizni, qovurilgan go'shtimizni solamiz. Issiqligida souslar bilan mazali bo'ladi. Ustidan salonka, sir, qaynatilgan tuxum soldim. Xohishga qarab yana xohlagan narsalarni qo'shsanglar bo'ladi va videoda ko'rsatilgandek 2-3 chetini oldiga qilib o'rab pishirib oldim. Quruq tovada ikki tarafini bosib qizartirib oldim. Mana tayyor bo'ldi. Mazasiga bo'lishi mumkin emas. Ko'chadagi lavashlardan umuman qolishmaydi. Ulardan ko'ra mazali chiqadi. Tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha. Salomat bo'linglar.